AutoCADni bez logo ochish usuli. Oldingi holatda bilsangiz bosilsa bu yerda menyu ochiladi. AutoCAD emblemasi chiqadi. O'shani ko'rintirmasdan kirish ozgina tezlashadi ishlashi. Ishlash emas, AutoCADga kirish. Qarang, agar qiziq bo'lsa o'zingiznikini ham xuddi shunday to'g'rilab olishingiz mumkin. Hop, AutoCADni mana ochib ko'rsataman. Ko'ryapsiz, bez logo ochilyapti. Hech qanday logotip ko'rinmayapti. AutoCAD tez ishga tushdi. Buni qanday qilamiz? Agar sizga qiziq tuyulsa, shunday qilib oling siz ham. Hop, AutoCADni mana bu belgisini ustiga sichqonchaning tomonini bosib, svойствоga kirasiz. Mana bu obyekt yozuvini ro'parasiga probel и slash tayoqcha, ya'ni no logo so'zini yozib, применить и OK tugmasini bosib chiqib ketasiz. Va keyin AutoCADingiz mana shunga o'xshagan holatda kiradi. Yo, agar kerak emas desangiz, o'zi eski holatda qolishi mumkin yoki eski holatiga qaytarish uchun yana o'sha kiritgan joyingizni o'chirib turib, qaytadan saqlasangiz, shu eski holatida ishlaydi. Shu